matematika darsida demak sizlar bilan biz kasrlarni natural songa ko'paytirish mavzusini o'tib kelyapmiz va mana shu mavzuni mustahkamlash maqsadida sizlar bilan ajoyib bir metoddan foydalanamiz. Diqqatimizni do'stga qaratamiz. Bugungi metodimiz matematik do'kon deb ataladi. Demak, markazimizda matematik do'kon turibdi. Matematik do'konda matematikaga oid o'quv qurollari sotilar ekan. Demak, qizlarimiz 3 ta qizimiz matematikani zo'r biladi degan 3 ta qizimiz yo'lga chiqishga, ular matematika do'koniga o'sha o'quv qurollarini olishga ketyapti. Lekin ular matematika do'koniga yetib borish uchun yo'l-yo'lakay topshiriqlar berilgan. Topshiriqlar 3 ta o'quvchimiz 3 ta qizimizga 3 ta odam nima qiladi? Yordam berasiz. Matematikada olgan bilimlarini ishga solgan holatda yordam beramiz. Qaysi qator qizi birinchi bo'lib matematika do'koniga yetib borsa, demak o'sha o'quv qurollarini o'sha o'quvchimiz, ya'ni o'sha qizimiz nima qiladi? Qo'lga kiritadi. Yordam bergan o'quvchilarimiz esa davlat kartochka ham 5 ni qo'lga kiritishadi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, berilayotgan topshirig'imiz ham aynan kasrlarni natural songa ko'paytirishga oid bo'lgan misollarimiz yo'l-yo'lakay qo'yilgan. Ana shu misollarni o'quvchilarga yechishda yordam beramiz. Tushunarli bo'ldimi? Unda boshlaymiz. Tayyor bo'lsak, har bitta qatordan bitta o'quvchi chiqadi. Ketdik. Hop, diqqatimizni qaratamiz. Mana natijaga qaraymiz. O'quvchilarimiz demak, o'tirgan mavzu asosida bilimlaringizni ishga solib, o'sha qizlarimizga yordam berishdi. Lekin albatta tezkorlikda talab etiladi. O'quvchilar birinchi qator o'quvchilarimiz demak, o'sha qizga yordam berishdi. Mallaga, ya'ni matematika do'koniga birinchi yetib borishdi. Faol qatnashgan o'quvchilarimiz esa rag'batlanishga qo'lga kiritishdi.